Assalomu alaykum hammaga. Tergovchilarning muomalasi haqida qisqa gapirib o'tmoqchiman. Tasavvur qiling, sizni tergovchi shunchaki do'stona suhbatlashish uchun chaqirdi. Ammo unutmangki, siz tergovchi bilan do'stona munosabatda bo'la olmaysiz. Oddiy sababga ko'ra, tergovchi sizga do'st emas. U sizga tabassum qilsa ham. Masalan, tergovchi sizni faqat gaplashish uchun chaqirdi. Jilmaydi, choy taklif qiladi, chekish uchun sigaret taklif qiladi. U doim shunday xushmuomala bo'lishi mumkin. Go'yoki u sizning eski do'stingiz. Siz esa shu joyning o'zida bo'shashdingiz. Ha, endi oddiy odam deb o'ylaysiz. O'ylaysizki, biz bu yerda do'stona gaplashamiz, keyin esa tinchgina ketaveraman deysiz. Faqat bir narsani unutmangki, tergovchi do'st qidirmaydi. U nima qidiradi? Dalil qidiradi. Siz yurakdan ochilib gapirasiz, tergovchi uchun kerakli ma'lumotlarni berasiz. Keyin so'zlaringiz protokoldan protokolga o'tib boraveradi. Shu bilan jinoyat ishi shakllanadi. Oxirida esa hukm o'qiladi. Tergovchi sizga tashvishlanmang, siz shunchaki guvohsiz deydi va 15 daqiqadan so'ng sizni yangi maqomingiz bilan tabriklayman. Siz endi gumon qilinuvchisiz deydi. Shuning uchun o'rtoqlar, tergovchining ish muomalasiga ishonib qolmaymiz, ortiqcha gapirmaymiz va hech qanday holatda advokatsiz suhbatga bormaymiz. Salomat bo'ling.